Obduqda tellab dehqonchilik qilasiz, hosilda ahvolini qarang. Mayda chuda bo'ladi, baraka qilmaydi. Endi bu zo'r bo'lish uchun nima qilish kerak? Buni bachcha qo'yish kerak, do'stlar. Suvni asosida zo'rini olish kerak. Libboy mahsulot do'stlar, suvni zo'r ichadigan bo'lsa, mashina katta-katta pomidori, katta-katta bodringlarni hosilini beradi. Do'stlar, suvni asoslarida eng optim joyga kelganmiz. Endi mashq ko'rib turganlaring, benzinga ham, dizelga ham yurmas ekan, do'stlar, metan bilan propanga yurar ekan. Endi Damas orqasiga solib olib, shuni metanni ulab qo'yasiz, do'stlar. Soatiga 80 tonna suvni tashlab beraverar ekan. Narxlari optim narxda bo'ladi. Qaranglar do'stlar, eng kichkinasi nechta tonnali? 860 ming so'mdan boshlanadi, eng kattasi bir 2000 dollargacha chiqib ketaveradi aka. Ketaveradi do'stlar, eng zo'r tarafi mana do'stlar, soatiga 400 tonnamidi aka. 400 tonna suv tashiyotgan, gap yo'q. Eng qizig'i radiatorli qizimaydigandan bo'ladi. Glubinli nasoslarga ham bitta e'tibor berasizlar. Glubinli nasosda do'stlar eng nimasi pastdan tortishi, qaranglar. Mana men yozib qo'ygan 8 metrdan boshlanadi. Ag'a endi podyomimizga qarab tashaverasiz. O, ba'da do'stlar, ko'rib turganingiz 1000 dollarliklari bor. Do'stlar, Qo'qonga yetib kelganmiz. Suv nasos, bundan tashqari Karcher, Divijoy, mini tegirmonlar do'stlar, bunaqa chorvalar uchun do'stlar, drabilkalar, kompressor, xullas hamma narsani bemalol do'stlar batdan topsalaring bo'ladi. Video pastda nomerlari bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, miyalaringga qanaqa agrotexnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari mini traktorlar ham bor ekan do'stlar. Aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib berishadi.